Eshitishimcha, Abu Sufyon Muhammad bilan jang qilgani qo'shin to'playotgan ekan. Ha, ukajon. Bu gal birinchilardan bo'lib jang qilaman. Meni yolg'iz tashlab ketasizmi, akajon? Qo'rqma ukajon. Muhammadning ustidan g'alaba qozonib qaytib kelaman. Ey odamlar! Badrda bizga Muhammad ayovsiz jang qilamiz deb tahdid qilgan edi. O'sha kun yaqinlashmoqda. Shunday ekan, jangga hozirlaning. Shu yil Muhammad va uning izdoshlari hayotiga nuqta qo'yamiz. Tayyorgarlik ko'ravering. G'alabaga! G'alabaga! Abu Sufyon, nega jimsiz? Bu galgi urushga ishtiyoqingiz yo'q shekilli. Yo'q, hech gap yo'q. Urushni o'zim boshqaraman va biz g'alaba qozonamiz. Makkadagi xabarlarga qaraganda, mushriklar biz bilan yana bir bor jang qilgani, Badrga otlanmoqchi ekan. Rasululloh xufton namozidan keyin musulmonlarga xutba qiladilar. Qani eshitaylik-chi nima derkanlar? Muhammad va uning izdoshlari nima qilmoqchi o'zi? Quraysh bilan jang qilgani, shahar tashqarisiga chiqishning nima foydasi bor? Uhuddagi voqealar ularga dars bo'lmadimi? Endi nima qilasiz, ey Avs va Xazrajning sayyidi? Ular bizni ham urushga chiqishimizni talab qilishyapti. Bizga aloqasi yo'q jangga kirmaymiz. Lekin bu safar boshqacha yo'l tutamiz. Musulmonlarning himmatini pasaytirib, urushga bo'lgan rag'batini so'ndirishimiz kerak. Avval kutib turaylikchi, Muhammad nima deydi? Ana undan keyin ishga kirishamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinada musulmonlar jamoasiga xitob qilib, Qurayshliklar Badrda yana bir bor jang qilish niyatida ekanini zikr qildilar va Qurayshliklarga qarshi chiqib jang qilish kerakligini ta'kidlab, Alloh o'zi iroda qilgan narsani amalga oshirishini aytdilar. Lekin ey Muhammad, bu urushning hech keragi yo'q. Qurayshliklar Makkada, siz esa bu yerdasiz. Badrda yana bir bor jang qilishning nima keragi bor? Ularni tinch qo'yib, shu yerda o'tiraveraylik. Quraysh bilan yana jang qilishga toqatimiz yo'q. Bunga hojat ham yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam atrofdagi gap so'zlarga uzul-kesil nuqta qo'ydilar. Qurayshliklar bilan jang qilgani Badrga 1,5 ming jangchi bilan borishni ta'kidladilar. Madinaga Abdulloh ibn Ubay ibn Salulning o'g'li Abdullohni o'rinbosar etib tayinladilar. Ey Muhammad, men turib, o'g'limni o'rinbosar qilib tanladingizmi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1,5 ming qo'shinga qo'mondon bo'lib, Badr tomon yo'lga chiqdilar. U yerga mushriklardan avval yetib bordilar va shu yerda to'liq 8 tun qoldilar. Bu paytda mushriklar qayerda edi? Abu Sufyon,
tushunmayapman. Nega jimsiz? Hech narsa demaysiz. O'zingizga o'xshamayapsiz. Ey Abu Sufyon, ushbu jang fikri sizga ma'qul kelmadi shekilli. Yo'q, unday emas. Lekin Qo'mondonim Abu Sufyon, Badrga yaqinlashib qoldik. to'xtanglar. 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 Nima gap Abu Sufyon? Ey odamlar, menga yaxshilab quloq soling. Bu yil qurg'oqchilik yili bo'ldi. O'zimiz ham holdan toydik. Men ortga qaytmoqchiman. Siz ham ortingizga qayting. Ortga. Nimalar deyapsiz ey Abu Sufyon? Nimalar deyapsiz? Ey Abu Sufyon, aqldan ozdingizmi? Men qaytyapman. Istasangiz o'zlaring urushinglar. Bu odam esdan og'ibdi. Qanday sharmandalik! Utbaning qizi va Qurayshning sayyidi bo'lgan odamning xotini Hindga nechog'lik uyat! O'chir ovozingni. Aks holda kallangni uzib tashlayman. Ayol kishining kallasini uzasiz-u, Muhammadga qarshi urushdan qochasizmi? Sizga nima bo'ldi ey Abu Sufyon? Ilgari hech bunday qilmas edingiz-ku. Nima bo'ldi? Bilmadim. Lekin shu yil Muhammad bilan urushishni istamayman. Ey Abu Sufyonning qo'shini, Muhammadni o'zlaring bilan olib keldilaringmi? Ular ochiq havoda sharob ichgani chiqishgan shekilli. Muhammad shu darajada qo'rqitishini bilmas ekanman. Qurayshliklarga ham, ularning sayyidlariga ham uyat-e. Abu Sufyonning holati kutilmagan va tushunarsiz edi. Alloh musulmonlarni mushriklarning yomonligidan himoya qildi. Badrda qolgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va musulmonlar qanday yo'l tutishdi?